Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi 20 kilovatli yarim avtomat kotelimizni yetkazib keldik. Amudaryo tumani Jumurtov Daryobo'y mahallasine olib keldik bunu. Bu kotelimizni videoga qo'shishimizdan maqsad Tazoy akamizning 3-koteli bu. O'tgan yil sezonda 2 kotel olgandi. Tazoy aka o'tgan yil qaysi oyda oldingiz? Noyabrda aldım. Noyabr ayında bir yarım ay kutub Şu kotellerimizin rasxodlari qanday bo'ldi? Tazoy akamni ko'rsata olmasin, men ko'rsatma deb turibdi YouTube'ga. Qancha rasxod etdi o'tgan bir kotelni Tazoy aka? Kundan o'xshayman, bir qish davomida ketgan rasxodini aytinglar. Kunine endi ko'bi bilan 50, ozi bilan 40'ning arasında saldım, bunu yaxshi chiqdim qishdan. Komşular ham ko'rdi, bari shu hozir jiyenlerge de ekilib atırmız. 3-chi kotel jiyanni Xudo xolasa. Kotellardan yağıp sinovlarni ko'rgandan keyin rezultatini aytarsiz onda Tazoy aka telefonda. Bo'ldi. Buni temir turbadan ochiq sistema qilib o'tiradi. Temir turbalardan aqib qo'yibdi mana aka. Bunga shunday kotellar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'ish shahri Eski paxta zavodi ichida.